Assalomu alaykum, so'ka biletlar, hamdollar, so'ka biletlar. Sizlarga bir salom berib olay. Qanday? Zo'rmi? Sizlarga bir gapim bor edi. Brat, akalar, iltimos, bir qilib beringlar. Iltimos jigarlar, men Minecraftning yangi anonsimanda iltimos jigarlar. Короче, men bugun nima qilaman? Sizlardan to'til o'rnasini so'ra o'ynaymiz. Biling, cheat hali beri kelmagan ekan bizga hozircha. Azini kutib turing va videoni to'xtatib keyin gaplashamiz. Birinchi so'zimiz nimadan boshladik? Birinchi so'zimiz albatta biz salomdan boshlaymiz. Shuning uchun biz sizlarga salom berishga qaror qildim. Короче, jigarlar, men bitta narsa so'rayman. Iltimos obuna bo'lib kuzatinglar. Bugun sizlar bilan shu aniqlamiz, silmasam bo'ladimi? Shu aniqlamiz. Otinma cheat yoshini o'rganamiz. Men juda ko'p cheatlarni bilmayman, ammo sizga o'zim bilgan bir 10 ta 20 tacha cheatni o'rgataman. Yo 5 ta 10 ta. Короче, ko'rib oling nahoy. Endi so'kinib bordik, uzr. Ana endi bitta kovlab olamiz. Xohlagan santimetrlarda chuqur kovlaymiz. Sizlarga maslahat. Endi bu cheatga qarab mana nima deb yozamiz. Telegram kanalda cheatlarni itini qo'yib tashlaganman. Bu bir cheatimiz fil deymiz. Bunday qilib 30. Bunday qilib 30 qilamiz. Yana bunday qilib 30 qilganimizki, mana bu yerda bitta a turadi. Mana shu bitta joy tashib air deb qo'yamiz va bu yerda chiqishni boshlaymiz va tarjimani ko'rasizlar. Mana bu yerda aniq bo'lib ketdi. Avtomatik o'zi aniqaveradi. Ana endi biz nima qilamiz? Mana shu yerda hozir men yana bitta narsani ko'rsataman. Demak, bu yerga birinchi yozadigan narsamiz bunaqa. Fil yana bunaqa qilib 30 bunaqa, 30 bunaqa, 30 deb diamond ramnet pastchiqcha blok deb yozib, mana shuni bitta bang etib qo'yib olsak va qo'yib qoldik. Bir xatolik. Shamolamiz. To'xtanglar, xatolik ketib qoldi, jigarlar o'zi. Короче, mana avtomatik o'zi shuna fil 30 deb yozsalaring ponli mana shu to'ladi va mana ko'rasiz blok. Sizlar xohlagan bloklarni qilishingiz mumkin. Endi qala. Bu boyagi chekkasidan hamma qilsanglar ham bo'ladi qayerda mana. Tamam, chekkasidan qilay, mana chekkasidan mana. Endi bu yerga deb yozsangiz bo'ladi. Hovulchilar men yana boyagi cheatni qaytardik. Fil 30 emas, bu sefer 20. Ne qilib yana 20. Ne qilib 20 air deb yozsak mana qali. Jinosaurus qayta taqib yozamiz. Demak, bitta filda 20 air. Qanday qilib onasini yemsin? Fil 20 air. Короче, mana shuni birinchi cheatimiz shunaqa bo'ladi. Endi ikkinchi cheatga o'tsak bo'ladi. Ikkinchi cheat shuni ustida qilamiz. Demak, buni itam bo'lsa kerak. Giving ma'nosi nima? Giving ma'nosi bermoq. Kuchukcha p deb, imini p deb qo'ymaymiz. Xohlagan harflarni qo'yasiz. A yo ko'rsatilgandek. Va bu yerda menga p qulay. Bu yerda command block deb qo'yamiz. Uzr, adashib ketib blok deb. Blok. Anonaki bo'lib bitta ustiga bossalar, jiz command block deb qo'yadi. Ana endi command block ko'p odamlar YouTube'larda cheatlarni ko'radi command blockda. Ana endi biz nima qilamiz command blockda? Birinchi bo'lib nima qilamiz? Sizlarga kerak. O'sha command blockga bitta mana deb beramiz endi. Mana hozir